tez ulgurib bosib oladigan narxda Yakkasaroyning zo'r joyida uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joyini ko'ring. Mana piramid, mana uyimiz. Bu tomon aeroportga ketish, bu tomon Tashkent City Drujbaga ketish, bu yoq Nukus ko'chasi, Gospitalniy Oybiy metroga ketish. Atroflarning zo'rligini qarang. Mazza qilib farzandlaringiz ham yuradi. Uyimizni ko'rsatamiz. Mini stadion, detskiy plashatka, salqin hovli, do'mma ko'rinish. Uyimizni zalidamiz. Planirovkalar shunaqa zo'r o'zgacha ekan. Eng muhim joyini bitta ko'ring. Vidni qarang zo'rligini. Har kuni ertalab pastga tushib yugursangiz bo'ladi. Bu uyimiz bo'm-bo'sh holatda. Matrasi kaltda olasiz. Kengina hol, kuxnya balkonga chiqazilgan. Uyimiz 2 xona, 3 xona qilingan, 67 kvadrat, 16 etajli dom, 13-etajda joylashgan. Podyezddan kirish eshik, kengina prixoshka, shkaflar bilan kuxnyaning joyi detskiy qilingan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yingiga. Bu videoni Yakkasaroydan arzonga uy izlagan tanishingizga jo'natib qo'ying. Spalnisi bu yoq. Ikkita sanuzel alohida. Bu uyimizni narxini $92,000 qilib beramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yakkasaroy uchun va shokolad narx bosing.